Muddatiki men 15 yarim oy şurada mavbasta şurada marta qilamanki, bandiman. Alhamdulillah burada men bandi o'zimni his qilmaymanki, men bandi bo'lsam. Men bunda his qilamanki, men o'zim şurada bir fikr qilsam ko'rib bir madrasada yo bir fikr qilsam ko'rib Pantonda dars o'qiyman. Muddatiki 15 yarim oydan beri şurada alhamdulillah ba'zi narsalar bor ediki, islomdan men hatto xabarim yo'q ediki, shuni men bilsam. Alhamdulillah men burada shu narsalarni o'rgandim, shu narsalarni ya'ni o'zim bildimki, meni yo'lim qaysi ekan, ya'ni din islomning yo'li qaysi ekan. Xo inson xo ishtipo etadi, bizlar ayta olmaymiz-ki begunoh biz. Hamma xo bizlarda ham gunoh bor, yo gunohimiz ko'paylandi. Keldi inshaalloh bundan buyoqqa Xudovand bizlar ham hammamiz ham ahli musulmonga tavfiq hidoyat bersin. Shunda mobasga men 2 yil bo'ladiki zindonaman. Zindonga yaxshi ishlab bor ekan, mardim dars o'qisa, olim bo'lar ekan, xat bitsa, ma'lum bo'lar ekan. Yaxshi mardim ekan, birodar. İftixor qilaman men mujohidlardan. Bizlar 2 yildan beri shu yerga biz bir tor aziyat bo'libdi, niyozor topibdi. Zindonlarga peylan dars bordi, shu yerga ma'lumlar bordi, har ro'zona keladi, dars aytadi, tarjimai Qur'on qiladi. Hamisha bular dars o'qiydi. Birga do'konlar bordi, baxshi san'ati bordi, qilaladi. Bular har narsa o'rgansa birga baxshi najjori faol qilmoqchi biz inshaalloh jarayonga bordi. Diga har narsa tuzatiladilar o'zlari. Baxshoy zindoniga bir raqam nimalari bordi-ku, baxshi san'ati. Ular o'zlari o'z dastoq har narsa tuzatadi, birga masrufdilar.